Assalomu alaykum. Mana men oyog'im Minskga yirtilgan edi. O'sha uchun hassada yuruvdim, MRT qildirdim. Больницаdan yotib chiqdim. Hech nima bo'lmadi, shishib ketaverdi. Keyin Toshkentga borib, Nilufar Baxtiyorovnaga ko'rsatdim. Keyin u kishi menga lecheniya yozib berdilar. Mana bu lecheniyalarni olibman. Endi bir oy bo'libdi. Ana vitamin D3 yozdilar, beri yozib qo'yganman necha marta esimdan chiqmasin deb. Keyin S kompleks yozdilar. Ichobma velaplardan Gudliver jigarim yo'q bosgan hamma joy nima bo'lgan, o'sha uchun dog'lar ketkizish uchun men jigarimni nima qilish uchun Gudliver ichobman. Kolostrum avvaliga kolostrum ichdim. Nima tozalash uchun ichaklarni. Keyin Xolon yozib berdilar, Xolon ichobman. Men beri Xandralux, Kurkumin, Xandralux olib qo'yganman, keyinroq ichaman. Yapon mahsulotlaridan aktivniy koralloviy kalsiy, super omega, top force, E4 ichobman. Hammasidan ichobman. Allohimga shukr, ancha tuzalib qoldi oyog'im. Men beri hattoki spiska qilib qo'yganman, ro'yxat qilib nimalarni, mahsulotlarning nomi, kuniga necha marta ichish kerakligini yozib ketyapman. Mana hammasini yozib ketyapman. Esimdan chiqadi endi shu uchun. İçdimmi, içmadimmi deb. Neyrorezerva yaqinda borib oldim. Buni ham ichibman, Allohimga shukr. Ancha oyog'im hozir hassasiz yuribman. Ancha tuzalib qoldim. Shertilovga, kompaniyamizga, Shohjahon Nasulayevga, Isayevaga kattakon rahmat.